Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga Universal YouTube kanalida bugun bizda yangi videolik 2026 va 2027 yilgi kontrakt narxlari haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, chunki tushunmay qolishingiz mumkin ayrim joylariga. Xo'p. Demak, biz hozir birinchi navbatda gumanitar soha, keyin esa ijtimoiy soha, shuningdek iqtisod va huquq sohalari haqidagilarni ko'rib chiqamiz. Va shuni ham bilib qo'yishingiz kerakki, mana bu bolalar yangi o'quv yilidan 20% ga oshadi. Bu degani shu ma'lumotlardan shu keltirilgan narxlariga 20% qo'shgan holatda 2027-yilga, ya'ni yangi o'quv yilidagi kontrakt narxlarini ham bilib olishingiz mumkin. Keyin pedagogika shu jumladan kasbiy ta'lim 2026-yildagi kontrakt narxi 7.400.000 so'm bo'lgan ekan. Sirtqi va masofaviyga qaraganda, sirtqi masofaviy esa 8.623.000 so'm bo'lgan ekan. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha esa bu ko'rsatkich deyarli 8.970.000 ni tashkil qilgan ekan. Va keyingisi esa ikkinchi mutaxassislik sirtqi va kechki bo'yicha deyarli 9.5 million. Kunduzgi ta'lim shakli bu faqat magistra bo'yicha, magistratura bo'yicha esa bu 8.968.000 so'm. Endi masofaviy kechki magistratura yo'nalishi bo'yicha 10.450.000 so'm bo'lgan ekan. Xo'p, keyin san'at 8.950.000 so'm, bakalavriat, sirtqi masofaviy kechki 10.330.000 so'm. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha 10.500.000 so'm. Ikkinchi mutaxassislik kechki sirtqi 11.191.000 so'm ekan. Magistra bo'yicha 10.500.000, magistra masofaviy va kechki 12.120.000 so'm bo'lgan ekan. Bundan tashqari bu yerda ko'p, albatta hozir bu yerda rasm chiqarib qo'yilgan. Shu rasm orqali ham ko'rib olishingiz mumkin hammasini. Rasm biroz xira, shunga hammasini o'qib beryapman. Demak, gumanitar fanlar, shu jumladan sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman german filologiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyot, o'zbek ingliz tili tarjima nazariyasi, amaliyoti va hokazolar bo'yicha bu yerdagi kontrakt narxlari kunduzgi bakalavriat bo'yicha 8.150.000 so'm, sirtqi bakalavriat kunduzgi ta'lim shakliga ko'ra, sirtqi masofaviy va kechki zo'r 9.444.000 so'm, ikkinchi mutaxassislik bo'yicha 9.700.000 so'm, ikkinchi mutaxassislik sirtqi kechki 10.303.000 so'm va kunduzgi magistra bo'yicha endi 9.700.000 so'm, magistratura masofaviy kechki bo'yicha 11.240.000 so'm ekan. Endi jahon siyosati 11.250.000 so'm kunduzgi bakalavriat va shuningdek sirtqi masofaviy 12.856.000 so'm ekan. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha 12.800.000 so'm, ikkinchi mutaxassislik sirtqi kechki 13.713.000 so'm. Magistratura bo'yicha esa oddiy holatda 12.800.000 so'm, agar masofaviy va kechki bo'ladigan bo'lsa 14.627.000 so'm ekan. Matematika eng ko'p beriladigan savol. Matematika amaliy matematika va informatika tabiiy fanlar. Mana shu bo'yicha kunduzgi ta'lim shakliga ko'ra 7.400.000 so'm bo'lgan ekan. Va 8.623.000 sirtqi masofaviy kechki shakllarga ko'ra 8.968.000 so'm ikkinchi mutaxassislik bo'yicha va ikkinchi mutaxassislik sirtqi kechki bo'ladigan bo'lsa 9.485.000 so'mga o'zgargan ekan. Kunduzgi bo'yicha, ya'ni magistratura kunduzgi 8.968.000, magistratura sirtqi kechki masofaviy 10.450.000 so'm bo'lgan ekan. Ijtimoiy sohaga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy sohada sotsiologiya va psixologiya bo'yicha bakalavriat kunduzgi ta'lim shaklida 7.400.000 so'm, sirtqida 8.623.000 so'm, ikkinchi mutaxassislik bo'yicha 8.960.000 so'm va ikkinchi mutaxassislik kechki sirtqi 9.485.000 so'm, magistratura bo'yicha kunduzgi deyarli 9.5 million, magistratura ijtimoiy psixologiya magistra bo'yicha kunduzgi 8.968.000 so'm ekan. Masofaviy va kechki 10.450.000 so'm. Jurnalistika va axborot
yo'nalishi bo'yicha 7.400.000 kunduzgi bakalavriat. Sirtqi kechkiga o'zgaradigan bo'lsa 8.623.000 so'm va ikkinchi mutaxassislik bo'yicha esa 8.968.000 so'm. Ikkinchi mutaxassislik sirtqi kechki masofaviy deyarli 9.5 million. Kunduzgiga o'zgaradigan kunduzgi magistratura esa bu 8.968.000 so'm. Masofaviy va kechki 10.450.000 so'm. Iqtisodiyot bo'yicha 10.500.000 so'm kunduzgi bakalavriat. Masofaviy o'zgaradigan bo'lsa 12.30.000 so'm. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha 12 million, ikkinchi mutaxassislik masofaviy kechki 12.890.000 so'm. Magistratura bo'yicha, ya'ni kunduzgi shakli bo'yicha iqtisodiyot yo'nalishida 12 million so'm. Agar masofaviyga o'zgartiradigan bo'lsa, yoki kechkiga boradigan bo'lsa 13.750.000 so'm. Shu jumladan axborot, iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 11.250.000 so'm bakalavriat kunduzgi va shuningdek kechki masofaviy 12.856.000 so'm. Ikkinchi mutaxassislik 12.800.000 so'm va ikkinchi mutaxassislik sirtqi kechki masofaviy 13.713.000 so'm. Magistratura bo'yicha ushbu sohada 12.800.000 so'm kunduzgi shakliga ko'ra, magistratura kechki masofaviy ko'ra 14.627.000 so'm va huquq 11.250.000 kunduzgi bakalavriat, shuningdek masofaviy sirtqi bo'ladigan bo'lsa 12.856.000 so'm. 12.800.000 so'm esa ikkinchi mutaxassislik kunduzgi, shuningdek ikkinchi mutaxassislik sirtqi bo'ladigan bo'lsa 13.713.000 so'm. Magistratura bo'yicha 12.800.000 so'm, 14.627.000 so'm magistra masofaviy kechki. Deyli, barchasi hozircha shular. Hozircha rasmiy e'lon qilingan manbalar, faktlar mana shular. Albatta, qaysidir soha qolib ketgan bo'lishi mumkin. Agar qolib ketadigan bo'lsa, izohlarda qoldirasiz. Bu haqda ham video bo'ladi. Hozircha shulardan iborat edi. Video sizga manzur kelgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.